Buyuk sarkardaning davlat siyosati, jang san'ati va oila sha'nidan so'zlovchi muzaffar tarix. Tarixiy qahramonlar hayoti barcha davrlarda o'quvchilar e'tiborida bo'lgan. Jaloliddin Manguberdining tug'ilishidan tortib bolaligi, ilmu harfga qiziqishi, iste'dod va iqtidori bilan aynan mazkur Sulton Jaloliddin Manguberdi romanida tanishishingiz mumkin. Asarda Jaloliddin Manguberdining biz bilmagan qiyofa qirralari ochiladi. Buyuk ajdodimiz biz tarix kitoblarida o'qiganimizdek, nafaqat mohir sarkarda, balki din va millat himoyachisi, yurt jonkuyari hamdir. Muallif Mo'g'ul bosqini arafasidagi Xorazmshohlar davlatining ma'naviy hayotini bir qator obrazlar, jumladan Malika Turkon, Sulton Olovuddinning sodiq amiri Qutlug'xon, Munshiy Shahobiddin Nurqalam, cho'riga aylantirilgan aslzoda qiz Nurbibi orqali yorqin bo'yoqlarda tasvirlaydi. Va albatta, asosiy manzaralar Sulton Jaloliddinning Mo'g'ullarga qarshi mashhur janglari, Parvon va Sind yoqasidagi mahorabalari, onasi va haramini Asov daryoga cho'ktirish tasviri asarning kulminatsion nuqtalari hisoblanadi. Malika Turkon va uning qarindoshlari qudratli qipchoq amirlar Qutbiddin O'zloqshohni taxt uchun asosiy da'vogar sifatida ko'rishlarini anglaymiz. Sulton Olovuddin esa to'ng'ich o'g'li Jaloliddinni taxt vorisi sifatida ko'rgisi keladi. Lekin buni amalga oshira olmaydi. Biroq Mo'g'ullar birin-ketin shaharlarni ola boshlaydi. Sulton Olovuddin esa qocha-qocha Quzlumdagi kimsasiz orolga keladi. Shu yerga barcha o'g'illari Jaloliddin, G'iyosiddin, Qutbiddin va Rukniddinni chaqiradi. Umrining so'nggi daqiqalarini o'tkazayotgan Olovuddin ota meros qilishni Jaloliddinga beradi va uni o'zidan keyingi sulton deb e'lon qiladi. Shu tariqa Sulton Jaloliddin saltanat taxtiga chiqadi va Mo'g'ullarga qarshi kurashni boshlaydi. Bu voqealar romanda o'ziga xos tarzda bayon etiladi. Jaloliddin Manguberdining muzaffar g'alabalari va alamli mag'lubiyatlarini his etib ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu kitobni mutolaa qilishingizni tavsiya etamiz.